Alaykum video darsimiz ishtirokchilari. Men Denov tadbirkorlik pedagogika instituti va tabiiy fanlar fakulteti biologiya va qishloq xo'jalik mahsulotlari texnologiyalari kafedrasi o'qituvchisi Ergashev Azimat bo'laman. Bugungi video darsimiz mavzusi bioinformatika faniga kirish, asosiy atamalar va tushunchalar. Bugun bioinformatika fanining fundamental asoslari, vazifalari, bo'limlari haqida batafsil gaplashamiz. Rejalarimiz quyidagicha: bioinformatika fanining predmeti, vazifalari va obyektlari, fan sifatida shakllanish tarixi. Ikkinchi rejamiz zamonaviy biologik tadqiqotlarda bioinformatikaning ahamiyati. Uchinchi rejamiz O'zbekistonda bioinformatikaning rivojlanish bosqichlari va yutuqlari. Xo'p, mavzumizga oid bo'lgan tayanch tushunchalar va iboralar berilgan. Dars maqsadimiz berilgan. Maqsad talabalarga bioinformatika fanining kelib chiqishi, rivojlanish bosqichlari, biologiya sohasidagi roli haqida umumiy tushuncha berish. Bundan tashqari bu fanni o'qitishdan maqsad va vazifalarni aniq belgilab berish hamda kelajakda biologiya sohasida ham raqamli texnologiyalardan foydalanishni o'rganish uchun fundamental hamda amaliy bilimlarga ega bo'lishni ta'minlash. Umumiy ma'lumot bioinformatika fani haqida qisqacha. Bioinformatika hozirgi kunda rivojlangan davlatlar ilmiy jamoatchiligi orasida tez quloqqa chalinib turadigan atamalardan biriga aylanib bo'ldi. Vaholanki bir necha 10 yillar avval biologiya va informatikani bir-birini alohida fan sifatida tushunar edik. Lekin buni qarangki, biologiya va informatika fanlarining ham o'zaro kesishgan nuqtasi bor ekan. Aynan ana shu nuqta bioinformatika fanini yuzaga keltiradi. Bioinformatika bu biologik ko'rsatkichlarni ifodalashda foydalaniladigan usullar va dasturlarni ishlab chiquvchi fan. Tadqiqotchi tomonidan biologiyaning biror sohasida tajribalar olib borilgan sayin ushbu yo'nalishga oid bo'lgan biologik ma'lumotlar ko'lami ortib boraverdi. Bu esa ushbu ma'lumotlarni qo'ldan analiz qilish imkonini qiyinlashtiradi. Xuddi mana shu yerda biolog axborot texnologiyalariga ehtiyoj seza boshlaydi. Biologik ko'rsatkichlarni kompyuter unga yuklangan dasturlar vositasida hisoblaydi, guruhlarga ajratadi, analiz qiladi, qayta ishlaydi. Ishning aniq va qisqa vaqtda amalga oshirilishini ta'minlaydi. Bioinformatika o'zi nimani o'rganadi? Umumiy fanni, biologiya fanlarini bitta fil misolida oladigan bo'lsak, qiziq misol bu. Bioinformatikaning filning qaysi qismini o'rganadi? Aynan olimlar mana shu usulda, mana shu mavzuda ancha vaqt qiziqishgan, bilmoqchi bo'lishgan, ya'ni bu o'ziga xos keyk. Darsimiz oxirida aynan mana shu savolga javob topib o'tamiz deb o'ylaymiz. Bioinformatikaning vazifalari. Mazkur slaydimizda bioinformatikaning vazifalari va ana shu vazifalarga qo'yishgan tavsiflarni ko'rishingiz mumkin. Demak, ma'lumotlarni to'plash, boshqarish, ma'lumotlarni tahlil qilish, algoritmlar va dasturiy ta'minotlar, modellashtirish va simulyatsiya, ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish, tadqiqot va yangi bilimlar, tibbiyot va sog'liqni saqlash aynan bioinformatika fanining oldiga qo'ygan vazifalari hisoblanadi. Ma'lumotlarni tahlil qilish va talqin qilishning dolzarb jarayoni hisoblash biologiyasi deb ataladi. Inson tug'ilibdiki, o'sha o'zi va atrof muhit bilan o'zaro aloqada bo'ladi. O'zidagi har qanday kimyoviy, fizik, biologik va boshqa ta'sirlar hamda moddalar almashinuvi deymizmi, yurak urishi, nafas olish barchasi qandaydir bir sonlar, ya'ni hisob jarayonlari bilan o'zaro bog'liq. Aynan hisoblash biologiyasi ana shu jarayonlarga yechim topib beradi. Bioinformatika qayerlarda qo'llaniladi? Hozirgi rivojlangan dunyoda alohida fanlar katta yutuqqa erisha olmaydi. Integratsiyalashgan fanlar yoki yo'nalishlar esa nisbatan ulkan natijalarga erisha oladi. Shu bois agar biolog o'z navbatida axborot texnologiyalaridan, dasturlash tillaridan xabardor bo'lsa, mehnat bozorida unga bo'lgan ehtiyojning yuqori bo'lishiga va o'z navbatida katta moliyaviy manbaga erishishiga sabab bo'ladi. Ayni vaqtda farmatsevtika, biotexnologiya, meditsina, biokimyo, biofizika, ekologiya, filogenetika, genetika kabi sohalarda bioinformatika fani va uning metodlariga bo'lgan talab kundan kunga ortib bormoqda. Hatto klassik fanlardan hisoblangan sistematika, zoologiya, botanika fanlari ham so'nggi 10 yillikda bioinformatikaga tez murojaat qilmoqda. Ayniqsa turlarni aniqlash borasida bioinformatika usullaridan keng foydalanilmoqda.
bioinformatika va boshqa fanlar, ya'ni bioinformatika va boshqa fanlar bilan ham o'zaro integratsiyalashgan, xususan biologiya fanlari, tibbiyot fanlari, kimyo fanlari va kompyuter fanlari bilan o'zaro aloqada, hamkorlikda tadqiqotlarni olib boradi. Bioinformatikaning asosiy yo'nalishlari. Demak, bioinformatika quyidagi yo'nalishlarda ish olib boradi va o'sha yo'nalishlarni bu saytimizning bu qismida tavsifi berib borilgan. Genomika, proteomika, transkriptomika, metabolomika, filogenetika, biologik ma'lumotlar bazalari, biologik tizimlarni modellashtirish, algoritmlar ishlab chiqish, shaxsiy tibbiyot va biologik ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish aynan bioinformatikaning asosiy yo'nalishlari hisoblanadi. Rivojlanish tarixiga keladigan bo'lsak, bioinformatikaning rivojlanish tarixi o'tgan asrga borib taqaladi. Ya'ni 1960-yillarda kompyuterlar biologik ma'lumotlarni tahlil qilishda qo'llanila boshlangan. Shu davrdan aynan bioinformatika tug'ilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Va bu yerda o'sha rivojlanish algoritmi berib borilgan va hozirgi kunda sun'iy intellektning rivojlanishi ham barcha dunyodagi barcha sohalar qatori bioinformatikada ham keng qo'llanila boshladi. Bu yerda bioinformatikaning rivojlanishi, ya'ni 70-yillarda endi o'sha fan shakllanib bo'lgandan keyin hali kamroq bo'lgan, ko'p biologik jarayonlarni qamrab olmagan, keyinchalik yillar o'tgan sari fan katta yutuqlarga erisha boshlandi va hozirgi kunda juda katta o'sha biologik ma'lumotlarni o'zida qamrab olgan hisoblanadi. Xo'p, bioinformatika biologik ma'lumotlarni tushunish va dasturiy ta'minot metodlarini ishlab chiquvchi va rivojlantiruvchi fanlararo sohasi hisoblanadi. Aynan mana shu fanlarni o'zaro biriktirib, ulardagi ma'lumotlarni bir-biri bilan almashishda aynan bioinformatikaning roli beqiyos. Va bioinformatikaning ma'lumot birliklari, asosiy ma'lumot birliklarimiz sifatida biz DNK, RNK, proteinni olamiz. Ma'lumot birliklari nima degan savol tug'ilishi tabiiy holat. Aynan ma'lumot birliklari har bir biologik fanning o'zining aniq bir o'rganadigan predmeti, obyekti bor. Fiziologiyada fiziologik jarayonlar, morfologiyada morfologik belgilar bo'lsa, bizning aynan ma'lumot birligimiz DNK, RNK, protein hisoblanadi. Xo'p, asosiy ma'lumot birliklarining qaysi jihatlari? Aynan biz DNK, RNK va oqsil proteinning qaysi jihatlarini o'rganamiz. Birinchi navbatda sekvens, ya'ni o'qilishi, ikkinchisida strukturasi, kelib chiqishi, integratsiyasi va funksiyalari aynan bioinformatikada o'rganiladi. Fanning rivojlanish tarixiga yana bir bor qarab o'tamiz. Ya'ni o'sha bu yerda kimlar qanday ishlarni amalga oshirishgan, kitob atlas qachon tuzilgan, shular haqida ma'lumotlar berib borilgan. 90-yillarda genomika fani paydo bo'la boshladi. Hozirgi kunga kelib odam va hayvon, o'simlik turlarining genom ketma-ketliklari aniqlandi. Bakteriya genomini aniqlashni 2-3 tadqiqotchi taxminan 1 yilda bajaradi. Odam genomi qariyb 3,2 milliardga teng harflardan iborat bo'lib, bu esa 15 ming kitob tomiga to'g'ri keladi. Shu bois ham bunday hajmdagi biologik ma'lumotlarni tahlil qilishda kompyuter texnologiyasidan foydalanila boshlandi. Gen ketma-ketliklarni tenglashtirish bo'yicha birinchi algoritm 70-yillarda yaratilgan. Kompyuter axborotlarini virtual ma'lumotlar bazasi saqlash va ular ustida yuqori tezlikda operatsiyalar o'tkazish imkoniyatini beradi. Bioinformatikaning asosiy vazifasi bu biologik molekulalar, eng avvalo nuklein kislotalar, oqsillar, struktura va funksiyalari bo'yicha ma'lumotlarni tahlil qilish, tizimlashtirish uchun hisoblash algoritmlarini ishlab chiqishdir. Xo'p, DNK kashf etilishiga doir tadqiqotlarning ilmiy jurnallarda chop etilishi. Bu yerda baribir bioinformatikada ham biologik yuqori o'sha kashfiyotlarga e'tibor qaratiladi. Aynan DNKning kashf etilishi bilan nafaqat genomika fani, balki bioinformatika fani ham rivojlanishning dastlabki davrlari bo'lgan desak, xato qilmagan bo'lamiz. Bioinformatika asoschilari Margaret Dayhoff asosiy asoschi hisoblanadi. Bu yerda u o'sha aminokislotalarning o'sha tuzilishini, ya'ni harflardan iborat kodlarini yaratgan va aminokislota almashinuv matritsasiga asos solgan hisoblanadi. Xo'p, bioinformatika genomika, farmakogenomika, funksional genomika, proteomika va struktural genomika bilan o'zaro chambarchas bog'liq. Ya'ni genomik fanlarni
o'z ichiga oladi. Tarixiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, genom termini 1920-yilda nemis botaniki Gans Winkler tomonidan xromosomaning to'liq gaploid to'plamini tashkil etuvchi genlar kolleksiyasini tasvirlash maqsadida kiritilgan. Genomika termini esa 86-yilda genetik Tomas Roderick tomonidan kiritilgan hisoblanadi. Bioinformatika, shuningdek genetika, molekulyar biologiya, biofizika, ekologiya va bir qator tabiiy fanlar sohalarida foydalaniladi. Bioinformatika o'z ichiga quyidagilarni oladi. Qiyosiy genomikada kompyuter tahlilining matematik usullari, genom bioinformatikasi, oqsil strukturalarni bashorat qilish uchun algoritm va dasturlarni ishlab chiqish, muvofiq hisoblash uslubiyatlari strategiyasi va tadqiqoti hamda informatsion murakkablikning biologik tizimlar tomonidan umumiy boshqarilishi. Bioinformatika biologiya sohasining quyidagi yo'nalishlarda qo'llaniladi. Genomika, transkriptomika, proteomika, rivojlanish biologiyasida kompyuter modellashtirish, gen tarmoqlarining kompyuter tahlili, populятsion genetikada modellashtirish. O'zbekistonda bioinformatika dori preparatlarini loyihalashtirish muddatini 5-6 yildan bir necha oylarga qisqartirish imkoniyatini yaratib, farmakologiya sohasiga ham osongina kirib bordi. Shuningdek, bu fan ko'plab boshqa tibbiyot va biologiyaga oid fanlar bilan integratsiyalandi. Bugungi kunda bioinformatikaning quyidagi bo'limlari mavjud. Aynan O'zbekistonda haqida gap ketmoqda. Umumiy bioinformatika, klinik bioinformatika, strukturaviy bioinformatika, funksional genomika, farmakogenomika, klinik proteomika, funksional proteomika va strukturaviy proteomika aynan O'zbekistonda mavjud bo'lgan bioinformatikaning turli bo'limlari bo'lib hisoblanadi. Bugungi aynan taqdimotimiz birinchi ma'ruzaga bag'ishlab tayyorlangan mana shu ma'lumotlardan iborat edi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.